Xayrli kun Boshqirdiston, Tatariston. Hozir ozag'ina ulgurdim Ruslan Gabbasovning streamida. Onda kommentariyada yozishdik, tуда-сюда, потом вроде бы комментарий yobildi, narsadir bo'ldi, endi sundi butunay bir. Ну, как я понял, onda опять narsadir sporlashasiz, narsaga onda Ildar Yumagulov narsa so'lagan, u so'lagan, bu so'lagan, men anglamayman. Mana shu razborlar, aymi, tegi xotin-qizlarning ishi kebek. Narsa bo'lishasiz ekan, men anglamayman. Bir aybirgagina biz kurashirga tegishmiz, bir aybirni biz anglarga tegishmiz. Biz urushga qarshi kurashabizmi, yo'qmi? Urushga qarshi bo'lgach, значит, butuni biz tinishgina, izg'ishmi ishigina, ishda totarsingmi, boshqartsinmi demasdan, ikki millat urushga qarshi bosirga tegishmiz. Вот и все. Bir-birimizga yordam bergan kerak.